Qiziljonli ko'p ahamiyat berganman-da. Ko'p qizlar makiyaj qilib, naborot o'zini yoshi katta qilib qo'yishadi. Qari desam endi qo'pol eshitiladi. No, ahamiyat berganmisizlar, salonlarda ham даже makiyaj qildirib kelishadi-da. Mana bunaqa gap gapirishadi. Xotin bo'lib qopti deb. Eringlar yoki-da tanishinglar ko'pchiligi o'shaning uchun makiyaj qilishga ruxsat bermaydi erim, chunki xotin bo'lib qopsan deb aytishadi degan so'zlarni ko'p eshitaman-da, klientlarimdan ham, tanishlarimdan. Hozir men vopros qo'yaman. Shunaqa muammo sizlarga tanishmi yoki-da nima qilib yechgansizlar shunaqa muammoni deb aytsa, shu haqida gaplashamiz. O'zim tarafimdan sizlarga foydali bo'ladigan maslahatlarni beraman. Voprosga yozinglar. Nima savolinglar bor aynan shunaqa mavzuda? Qiziljonli ko'p ahamiyat berganman-da. Ko'p qizlar makiyaj qilib, naborot o'zini yoshi katta qilib qo'yishadi. Qari desam endi qo'pol eshitiladi. No, ahamiyat berganmisizlar, salonlarda ham даже makiyaj qildirib kelishadi-da. Mana bunaqa gap gapirishadi. Xotin bo'lib qopti deb. Eringlar yoki-da tanishinglar ko'pchiligi o'shaning uchun makiyaj qilishga ruxsat bermaydi erim, chunki xotin bo'lib qopsan deb aytishadi degan so'zlarni ko'p eshitaman-da, klientlarimdan ham, tanishlarimdan. Hozir men vopros qo'yaman. Shunaqa hozir juda ham ko'pchilikning fikrini o'qidim-da, men sizlarga bitta to'xtamga kelib javob qaytarib chiqaman. Qaranglar, sizlarning xatoyinglar, aksariyat hozir yozgan qizlarning xatosi uyda o'zingizlar makiyaj qilmasliginglarda. Ko'pchilik o'ylaydi, makiyaj faqat ko'chaga chiqqanda yoki kim uchundir yoki-da ishlaydigan, o'qishda o'qiydiganlar uchun qilinadi deb. Yo'q qizlar, makiyaj sizlar o'zingizlar uchun qilasizlar. Biza ayollar o'zi shundoq ham chiroyli yaralganmiz. Endi meni maslahatim vizajistga borib afsuslangandan ko'ra, sizlar har kuni azginadan bo'lsa ham o'zingizlar uchun makiyaj qilib yuringlar. O'shanda bilasizlar, qovog'imga nima yarashadi, men bu tonni qilsam menga yaxshi turmaydi. To'g'risida baribir mana qildirmayman hech qachon deganinglarda ham to'yinglar kuni bo'lsa ham qildiryapsizlar-da makiyaj, to'g'rimi? Yoki-da tasavvur qilinglar, to'ydan keyin adreslar, atlaslar kiyyapsizlar-da, bez makiyajsizlar. Ming xurliqo bo'linglar. Nimaga men bu narsalarni aytyapman? Qaranglar, misol keltiraman. Sizlar bozorga ketyapsizlar-da, nima olishni bilmaysizlar, nima yarashishini bilmaysizlar, lekin to'yga borishinglar kerak. Bozorga tushganinglarda o'tda katta xotinlarga mos kiyimam bor, lekin yoshlab chiroyli kiyimam bor. Hamma sotuvchi sotishga harakat, sizga yarashadi, zo'r turadi desa, xotincha kiyimni siz nima xohlayotganingizni bilmaysiz, to'g'rimi? Sizga nima yarashishini tushunmaysiz, ha, bo'pti yarashar ekan deb olib ketasiz. Uyga borganingizdan keyin qarasangiz oynada katta ko'rin xotin bo'lib qoldingiz yoki